Следующий поединок. Весовая категория 73 килограмм. Первый в октагон синий угол. Добро пожаловать, боец из Кыргызстана. Рустамбек Нурjanov. O'rta vazn toifasi 77 kilogrammgacha. Musiqa to'xtadi. Balki boshqa musiqa yangrashi kerakdir. Menimcha, mana shunisi to'g'ri bo'ladi. Chunki oktagonga Qirg'iziston vakili Osh shahridan, Qorakuljadan MMA bo'yicha sport ustasi 16 rekordga ega bo'lgan Ruslan Saitov shogirdi Salah klubi a'zosi Rustambek Nurjanov chiqib kelmoqda. Ochig'i Shahrixon markaziga o'yingohga kelayotgan muxlislar tobora yana oshib boryapti. Eng qizig'i turib tomosha qilayotgan ishqibozlar soni yanada ko'payapti. Degani qariyb 11 mingtaga yaqinlashib qoldi. Shuncha jangchisi bor. Maskanni albatta yakka kurashlarni qiziqish bilan tomosha qilishadi. Shubhasiz qadrli do'stlar. Ну а теперь приветствуйте его соперника из Узбекистана Бобурjon Hamidov. Uning raqibi 30 yoshda. 3-1 rekordiga ega. Farg'ona viloyatidan yurtdoshimiz Quvadan. MMA bo'yicha sport ustaligi nomzod Jasur Karimov shogirdi Bobur Hamidov kelmoqda.
Bobirbek chiqib kelayotgan vaziyatda yana bir anons ko'rsatib bergansiz. Albatta 17 iyul sanasida Buxoroda ITF 12 turnir bo'lib o'tadi. Uni ham birgalikda start tomosha qilamiz. Qolaversa 24 endi qo'l jangi vakillari juda ko'plab chiqib kelishyapti. Oktagonga 24 iyul sanasida Namangan viloyatida ajoyib turnir bo'lib o'tadi. Professional qo'l jangining H to H yo'nalishida mana shu janglarni ham bevosita biz bilan birga kuzatish imkoniyatiga egasiz. Nasib qilsa, mana shu kechalarda ham ko'rishamiz. Знакомься с бойцами. Первый боец синий угол, ему 26 лет. Его тренер Руслан Саидов. Он мастер спорта по ММА, профрекорд. 16 jang, 10 g'alaba. Представляющий спортивный клуб Салах, Кыргызстан, Losh Qaraqulja, Ruslanbek Volkatov. Его соперник красный угол, ему 30 лет. Тренер Джасур Каримов. Он кандидат мастера спорта по ММА. Профрекорд. 4 jang, 3 g'alaba. Представляет спортивный клуб Quvvatin, O'zbekiston, Farg'ona Quva. Boburjon Jangchilar bilan yana bir bor tanishib oldik. Tanishtirib o'tishdi. Va o'rta vazn 77 kilogramgacha bo'lgan vazndagi jangchilar o'rtasidagi bahsni birgalikda kuzatamiz. Ko'k burchakda Qirg'iziston vakili Ruslanbek Nurjanov, uning raqibi Bobur Hamidov Farg'ona viloyati Quvadan. Har ikkalasi o'ynoqay low kick bilan boshlayapti. Nurjanov round kick amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Low kick va takedown bor. Takedown bor, darhol yon taraflama nazoratga o'tishga harakat qilyapti. Qirg'izistonlik jangchi tajriba bor demak. Va endi o'tkazib olish kerak. Hozir oyog'ini qoldirishga harakat qilib ko'rdi. Tajriba yurtdoshimizda ham bor. Qanday yo'sinda harakat qilishni bilyapti, ammo Qirg'iziston vakili endi yaxshiroq, qulayroq vaziyatda, shu sababdan ham o'tib olmoqda. Hozir back mount holatiga bo'yinni berish mumkin emas bunday palada. Ikkinchi qo'lini darhol bog'ladi. Mana shu bo'g'ish holatiga raqib o'tmasligi uchun back mountda oyog'ini o'tkazib olishga harakat qilyapti. Aylanib olish ko'rinib qolmoqda, ammo Kimurami bu yog'iga? Yo'q, qiyin juda ham. Kimura endi oyoq bog'langan bo'lishi kerak. Kimura amalga oshirish uchun ham Nurjanov qulay vaziyatda. Qo'lni mahkam ushlab turibdi. Slamma o'zidan o'tirib tashlashga harakat qilib ko'radimi? Oyog'ini shunday holatga o'tkazdiki, cho'zishning umuman iloji yo'q. O'z ustidan o'tirib tashlashga harakat qilmoqda. Ammo tortyapti o'ziga, tortyapti Nurjanov. Yana o'rnidan turyapti. Va aylantirib tashladi hozir. Qo'lni chiqarib olish kerak. Qo'lni chiqarib olish kerak va ground and pound bu yog'iga. Chiqarib oldi, ohista, shoshmasdan. Va o'ng qo'l. Ikkinchi zarba berish kerak emas imkoniyat. Va chiqib ketdi vaziyatdan ofarin. Hamidov chiqib ketdi. Jab, ohista. Biroz nafasni rostlab olishi kerak albatta endi.
tezkorlik bilan faol harakatga o'tib olishdi. Hozir kutib olib, qarshi hujumda harakat zarba yo'llashga urinib ko'rdi. Nurjanov jab yana tashlanyapti oyoqqa va 10 sonlik bilan bu safar yiqdi takedownga. Gard holatda. Tirsakda zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Nurjanov turyapti o'rnidan. Oyog'ini bog'layapti, yiqilish endi mumkin emas. Yiqityapti. Nurjanov turish kerak, albatta turish kerak. Ko'p kuchi yo'q deyapti buning uchun, ammo ortdan hujum amalga oshirishga imkon beryapti. Va aylantirib tashlashga harakat qilyapti. Ya'ni to'g'ri 100% turib olishga. Tirsakda qisqa masofada zarba yo'lladi orada Qoyil. Hamidov taktik kurash kechyapti. Qanday baquvvat Nurjanov. Va hozir baland ko'tarishga harakat qilmoqda. Lekin baribir. Qo'lini og'dirib tashlaydigan bo'lsa, bu Kimur albatta. Lekin juda qiyin. Chunki yana bir bor aytib o'taman, raqib anchagina baquvvat ekan. Jismoniy jihatdan juda baquvvat sportchi ekan. Qarang, tik turgan holda ham Kimur amalga oshirish mumkin. Tirsak aylanma holda backfist. Yiqdi olyapti Nurjanov. 10 soniya vaqt qolmoqda, biroz bardosh berish lozim. Sal ko'proq 10 soniyadan. Tarib tashlayapti. Vaqt juda kam. Endi 3 burchak holatiga tushib qolmaymiz. Endi 3 burchak holatiga so'nggi soniyada tushib qolmaydi. Bitta zarba kerak yakunda. Bitta zarba mana shunday vaziyatda keyingi raund oldidan imkoniyatlarni oshiradi, ammo bo'ldi. Raund yakuniga yetdi. Ko'p kuchi yo'q ochdi sportchilar, chunki parterda anchagina faol jang bo'lib o'tdi. Anchagina. Nafasni darhol rostlab olish kerak yurtdoshimiz. Nurjanov yana bir bor aytaman, jismonan juda baquvvat ekan, lekin tajriba, mahorat Bobur Hamidov hamma o'ylardan emas. Low kick. Darhol takedown amalga oshirishga harakat qilyapti raqib. Xavfli zarba o'tkazib yuborgan. Yaxshi shundaylar. Mana endi aniq ikkinchi raundda bo'lib o'tadigan jang kecha. Oktagon ichiga yopilgan, lekin bir inson qolib ketgan. Mayli. Jangni kuzatishda davom etamiz. Ikkinchi raund. Ajoyib taktik kurash kechyapti. Bitta zarba o'sha parter holatida amalga oshirilsa, raqibning anchagina jismoniy kuchini kamaytirgan bo'lardi. Low kick. Kuchli yo'nalda. Zarba o'tgandek bo'ldi hozir. Ammo yana oldingi oyoqlar bilan tashlanyapti. To'rni ushlash mumkin emas.
Yana takedown amalga oshirishga harakat qilyapti. Oyoqlarini bog'ladi. Yana ortomonga o'tishga harakat qilyapti, qarang. Rustam vakili ham ma'nolardan emas, u ham taktik kurashga, mana shunday bahsga, mana shunday jangga tayyor. Qo'lini bog'lashga harakat qilyapti. Deyarli mount ehtiyot bo'lish lozim. Bog'lash kerak albatta, bog'lash kerak hozir. Zarba yo'llashga imkon berish kerak emas mana shunday pallada. Aylanyapti, aylanib oldinga endi o'z ustidan uloqtirib tashlashga harakat qiladi. Bobur Hamidov. Oyoqlarini cho'zib oldi hozir. Olqishlashyapti. Shahrixon markaziy o'yingohiga yig'ilgan muxlislar qo'llab-quvvatlashga, jonlantirishga harakat qilishyapti Hamidovni, ammo Nurjanov Hammerfist o'tyapti. Mana shu zarbalar o'tyapti. Qulay vaziyatga turib qoldi. Back mount mana endi mountga qaytyapti va tirsak zarbasi qabul qilib olyapti. Bobur Hamidov yo'llayapti uni Nurjanov. Mountda bu yerda zarbalar yo'llash mumkin, endi usulga o'tib ketish mumkin. Back mount holati. Boshning orqa qismiga zarba yo'llash mumkin emas. Zadaxon Hasanov darhol vaziyatga aralashdi. Oyoqlarini to'g'rilab olyapti. Chiqib ketayotgan jarayonda qo'lni bog'lashga harakat qilib ko'rdi, lekin osonlik bilan chiqib ketyapti va Dadaxon Hasanov ogohlantiradi hozir. Chuqur himoyada mumkin emas. Yana bir bor ogohlantirildi. Yana ogohlantiryapti. Bo'ldi. Mumkin emas. Aralash jang san'atlarida chuqur himoyaga o'tib ketish mumkin emas. Ammo bu vaziyatda endi biroz iloji yo'q edi. Mahkam oyoqlarini bog'lab olgan back mount holatida qo'yib yubormadi raqibni Rustambek Nurjanov. И в этом поединке победу одержал боец, представляющий спортивный клуб Салах Каракулча, Волкодав Рустамбек Nurjanov. Ajoyib turnir davom etyapti, qadrli do'stlar. Chiroyli g'alaba Rustambek Nurjanov. Katta bo'chimiz shart. Anchagina jismonan baquvvat jangchi ekanligini ko'rsatdi. Takror lavhalar e'tiboringizga havola etilmoqda. Men esa aytib o'taman, yana bir bor do'stlar, Shahrixon markaziy o'yingohiga muxlislar, mana shunday janglarni kuzatish uchun yurtimizning har bir bo'jasida muxlislar juda ko'pchilik kelib keladi. Andijon viloyati hokimligi, Shahrixon viloyati hokimiyati, bir qator tashkilotchilar ushbu web Pro FC va Patriot Fighting Championship promotionlari ishtirokidagi